Hasanno. Albatta bizga mana shunday musiqiy kayfiyatni tushirayotgan ijodkorlarni bir necha soniyalardan so'ng studiyamizga, virtual studiyamizdan taklif etamiz. Albatta bu ijodkorlar Nodirbek Toshkent Aziya guruhi ijodkorlari, xonandalar Bobur Bebitov va Viktoriya Xolmuhammedova. Qolaversa bastakor, sozanda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, marhamat. Taklif etamiz. Tong xayrli bo'lsin. Birga bo'lsin hammamizga. Erta tongda mana shunday ota-onani madh etadigan, ularni mana shunday ularga minnatdorchilik izhor etadigan taronalar bilan tashrifingiz uchun minnatdorchilik izhor etamiz. To'g'risi, juda ham ta'sirli, ma'noli, mazmunli qo'shiq bo'libdi. Saidjon, ota-onani hurmat qilgan insonlar har doim hurmatga loyiq. Choyni bering mehmonlarimizga. Albatta, o'ylaymizki, ushbu tarona bu nazarimda premyera bo'ldi. Bobur aka, yo premyera telekanallar orqali premyera desak xato bo'lmaydi hech qanaqa. Salom Toshkent dasturida premyera bo'lgan tarona albatta hit darajasiga yetishgan. O'ylaymizki, bu taronangiz ham mana shunday o'ziga xos ma'no mazmunga ega bo'lgan taronalar qatorida o'z darajasini topa oladi degan umiddamiz. Tong xayrli bo'lsin yana bir bor. Shu o'rindan muxlislar sizni kutmoqda. Marhamat, bemalol kameralar nigohida. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Boshlangan hafta, boshlangan kuninglar xayrli, barakali bo'lsin. Hamisha yaxshi kayfiyat bilan tark etmasin. Biz san'atkorlar niyati nima? Yaxshi kun bo'lsa, yaxshi kunlarda xizmatda bo'linglar. Rahmat qilgan taklif uchun. Tashakkur izhor etamiz. Xo'sh, bugungi kunda ijodda nima yangiliklar? Odatda ijodkorga beriladigan eng birinchi savol Toshkent Aziya guruhida qanday ijod qizg'in bo'lyapti, o'zgarishlar, mana shular haqida suhbatlashsak. Asosan hozir ikkita qo'shiq ustida ish olib boramiz. Yakkaxon xonanda sifatida emas, o'sha sherigim ham meni turmush o'rtog'im Viktoriya bilan birgalikda ikkita duetimiz ozginchada xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Uni ham keyingi ko'rsatuvda taklif qilsanglar, albatta ijro qilib beramiz. San'atkor ijoddan to'xtash kerak emas. Har bitta inson menimcha o'zini yaxshi ko'rgan kasbi bo'yicha xohishi bo'lsa bo'lmasa ham kuniga 15 daqiqa shug'ullanib tursa natijaga erishadi. Biz ijodda biz to'xtab turganimiz yo'q. Farruh aka, mana sozandasiz ham bastakorsiz. Bu bastalagan kuylar faqatgina guruh uchunmi yoki boshqacha qanaqadir tarixi borda bu guruhda? Guruhimiz 2009-yil tashkil topgan. Boshida Toshkent guruhiga to'xtalganimizda Toshkent guruhida Baxtiyor aka Sultonov bilan Ravshan aka rahmatli o'risha ishlaganiga endi Osiyo haqiqatdan ham nima deydi, mashhurligi hammani tilida e'tirof qilinadigan bo'g'imlarda iborat bo'lgani uchun Toshkent Aziya qilib qo'yganmiz. Xalqqa hozircha ma'qul, bir marta eshitgan odam eslab qo'yadi. Asosiy shu. Osiyoda mashhur bo'lsin degan bir maqsadda, butun Osiyo xalqi bilsin degan maqsadda guruh tashkil etilgan. Guruhda hozirgi kunda necha kishi faoliyat olib bormoqda? Ikkita yakkaxon hofiz va 5 ta sozanda. Bugungi kunda taronalarga klip suratga olish jarayonlari qanday bo'lyapti? Kliplar olindimi taronalarga? Kliplar yo'q, hozircha qo'shiqlar studiyada o'sha Silgena deydi. O'sha Silgena jarayon tugab qolgandan keyin u klip harakatida biz. Bu guruhni boshqa guruhlardan, boshqa ijodiy jamoalardan farqli tomoni nimadir? Farqli tomoni hammamiz O'zbekiston davlat konservatoriyasini bitirganmiz. Havoskormizda, havaskor emas biz. Sohada professional tahsil olganmiz. Magistratura bosqichini tugatganmiz. Hozir mana ilmiy shag'ida o'ylab, ustozlar bilan maslahatlashib, yana izlanishda yana o'qishda davom etamiz. Farqi menimcha mana shunda bo'lsa kerak hozir. Guruhga ilk muvaffaqiyat olib kelgan ijro va vaqt qaysi bo'lgan? 2009-yilda guruhga tashkil topgan bo'lsa, o'sha birinchi navbatda vatan haqida ijro qilgan qo'shig'imiz yaxshi e'tirof qilingan edi. Tadbirlarda ko'p joylarda e'tirof ijro qilib, hozircha yomon natija berayotgani yo'q. Keling shu o'rinda mana shu vatan taronangizdan bir to'rt qator hikoya eshitsak bo'ladi. Ertalabdan Zero Salom Toshkentda muxlislari jonli ijroni ashaddiylar hisoblanadi. Mana shu jonli ijrodan bahramand bo'lsin. Tomirimda oqar ajdodlar qoni, o'zbek yurti asli, mardlar makoni, muqaddas tuprog'im, aziz qo'rg'onim, vatanim senda ko'rdim, onam mehrini deb tarona. Nodirbek, bilasizmi, ayni daqiqalarda navbatdagi savollar Farruh aka sizga bermoqchiman. Ijodkorlarni biz intervyularda, dasturlarda
har doim yaxshi kayfiyatda, samimiy insonlardek ko'ramiz, lekin ularning asl qiyofasini aynan bastakorlar ular bilan ish jarayonida, hamkorlik vaqtida ko'rishadi, guvohi bo'lishadi bevosita. Bobur aka haqida to'xtalsangiz, mana shu ijod ustida qanday jonkuyarlik qiladilar, biroz qaysarroqlarmi yoki qanday ijod qilib vaqtida to'y tadbirlarda yoki davlat tadbir xizmatida bo'lamizmi, nafaqat yaxshi musiqachi, balki ishiga javobgarlik his qiluvchi yaxshi inson. tushunarli. Guruh bilan ijodiy safarlar qayerlarga bo'lgan, qaysi mamlakatlarga borgansiz, qaysi joylarda muxlislar sizlarni yaxshi kutib olishgan? O'zbekistondan tashqari. O'zbekistondan tashqari Qozog'istonda ko'p bo'lamiz, Tojikistonda ko'p bo'lamiz, Moskvada bo'lganmiz. El nima deydi, yo'qlab turishadi, xursand bo'lamiz, borib xizmatlarimizni kelamiz. Bobur aka, mana bahor faslining ilk oyida turibmiz. Bayramlar oldinda kutyapti bizni. Ketma-ket bayramlar. Bu yog'iga faqat bahoriy bayramona kayfiyatlar hukm suradi. Ijodkorlar odatda mana shu bayramlar arafasida o'ziga xos bir surprizlar tayyorlab qo'yishadi. Eng ijodga sho'ng'igan vaqtligi bo'ladi-da. Toshkent Aziya guruhida ham nazarimda qaysidir bayramga atalgan taronalar albatta tayyorlanyapti nazarimda. Mana xudo xolisa oldimizda yaqin kunlarda 8-mart Xotin-qizlar bayrami nishonlanadi. Bunga alohida surprizimiz bor. Surprizimizni aytib qo'ysak, surpriz bo'lmaydi. Bo'lmay qoladi. Shuning uchun hozircha sir ushlab turamiz. Buni xudo xolisa. Keling, premyera kunini e'lon qilsak. Premyera kunini nazarimda ayollarimizga, onajonlarimizga atalgan tarona bo'ladi, to'g'rimi? 8-martga. Albatta. Xo'p, qachon premyera 8-martmi yoki undan keyin? 8-martga menimcha ulgurmasak kerak, 9-martga. Demak, aziz onalarimiz, albatta Toshkent Aziya qolaversa Bobur akadan sizlar uchun ajoyib tuhfa, surpriz, mana shu taronani o'tkazib yubormang, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, birgalikda bahramand. Yuqorida Saidjon, Bobur aka, Farruh aka safar haqida savol berdim, bekorga bu savol bermadim. Bu safardagi qiziq bir holatlar, o'sha jamoa bilan to'ylarga borganda yoki mehmonga borgandagi qiziq esda qolarli voqealar bo'lganmi? Qanday bir esda qolarli bo'lgan? Eslaganda zavq va shavqqa to'lib eslaydigan holat qayerda, qanaqa bo'lgan? O'sha mana shu chet elda chiqqanimizda, safarda bo'lganimizda, chet el fuqarosi kelib Lazgi ijro qilib turgan joyimizda kelib Lazgi so'ragan. O'zi bilmasdan qo'shib. O'zi Lazgi. Lazgi deysiz. Sizdan chiqmaydi. Shu mana shu qo'shiq nomi o'zi Lazgi bo'ladi desam, excuse me degan. Sizdan chiqmaydigan holat bo'lgan. Nodirbek, qarang, hozir bizga bir ma'lumot yo'llashdi mualliflarimiz. Bugun 4-mart xalqaro mushuklar kuni ekan. Bu narsaga bejiz to'xtalganim yo'q. Farruh aka aynan mushuklarni ishqibozi ekanlar. Bizning ma'lumotlarga qaraganda ko'plab mana shu mushuklar bilan nima deydi, ularga boqib, to'g'rimi Farruh aka? Mana shunday qayerdan bu hobbimi yoki qiziqishmi? Farruh aka mas o'ylayapti-yu, rostdan shunaqa. Bu o'zi qiziqishdan boshlangan. Qiziqishdan boshlanib, keyinchalik boqib ko'rgandan keyin haligi mehr tushadi. Jonivorni egasiga, egasini jonivoriga mehr tushish natijasida keyinchalik o'sha narsani sal jiddiyroq kirishdim, sal ko'paytirib qo'ydim. Juda ko'p emas u. Nechta? Hozircha 3 ta. Shu kungacha yaqinda ko'payamiz ham. Shu kungacha nechta mushukni boqqansiz? 5 tadan oshiq. 5 ta. 5 ta. Demak, biz mana shunday savollar bilan o'ziga xos so'rov o'tkazyapmiz. Sababi bizda ham so'rovnoma sahifasi bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Yana keyin suhbatda davom Sardor Abbos, marhamat. etamiz. Salom Toshkent va Toshkent Aziya. Marhamat. Не уходи, жить без тебя я не могу. Сразу тебя я полюбил, замуж идти ты за меня. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Ты посмотри, как он хорош, лучше него ты не найдешь. Деньги есть? Есть, есть. Деньги есть? Есть, есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах, косочка моя.
счастье мое, жить без тебя я не могу. Будем с тобой славно мы жить, в гости ходить, деньги копить. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Ты посмотри, как он хорош, лучше него ты не найдешь. Деньги есть? Есть, есть, Деньги есть? есть, есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих, Деньги есть, выйду я. Джан, душа моя. Сразу тебя я полюбил, жить без тебя больше нет сил. Ах, выходи замуж скорей, Ласточкой стану твоей. дети будут, дай бог и сын. Руки возьмут желтый аршин, как в кино пойдет на парад и споет аршин малала. Чувства есть? Есть, есть, Любовь